Hojar otilib chiqayotgan suvning atrofini tuproq bilan to'sib Zamzam, ya'ni to'xta dedi. Shu buloqning nomi Zamzam bo'lib qoldi. Keyin jumhurliklar Zamzam bulog'ining oldiga yetib kelishdi. Kechirasiz, shu yaqin atrofga chodir o'rnatsak maylimi? Bu Allohning yeri, meniki emas. Bu yerda birinchi bo'lib siz joylashibsiz. Shuning uchun sizdan ruxsat so'rayapmiz. Unda mayli, faqat bir shartim bor. Qanaqa shart? Zamzam bulog'iga egalik qilmaysizlar. Albatta, bu sizning bulog'ingiz. Subhanalloh, bu mening bulog'im emas. Aytingchi, egasi kim unda? Bu Allohning mulki. Allohning mulki? Ha, Zamzam Allohning mulki. Kimki bu yerdan o'tsa hech kimga pul to'lamay bemalol ichishi mumkin. Birgina shartim shu. Ha, shunaqami? Unday bo'lsa, yaqinda bu yer katta shahar bo'lib, har tomondan yaxshiliklar yog'ilib ketadi.